Men mazaliman, lekin tez-tez yesang ovqat hazmini sekinlashtiraman. Natijada qorin dam bo'ladi, vazn oshadi, ichak charchaydi. Men yog'da qovurilganman. Ichagingni asta-sekin yopishtirib qo'yaman. Ichak va tomirlar uchun zararli. Men tez to'yintiraman, lekin foydam yo'q. Tanang meni yog'ga aylantiradi. Har kuni bo'lsam kasallik boshlanadi. Menda konservantlar bor. Ayniqsa bolalar uchun zararli. Meni ko'p yegan odam buni sezmaydi, lekin tanasi charchaydi. Meni ichish oson, lekin bolalar uchun juda zararli. Qon shakarini ko'taraman, chanqog'ingni oshiraman. Men chanqoqni bosaman, lekin tanani aldab qo'yaman. Men foydali bo'lishim mumkin, lekin me'yoridan oshsam, ich qotadi. Men qarsildoqman, lekin meni ko'p yeganingda tanangda yog' yig'iladi, vazning oshadi, yurak uchun xavfli. Men shirinman, qand va semirishga olib kelaman. Ich qotishi va charchoq shundan boshlanadi. Agar shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.